Subsidiya oluvchilar uchun ajoyib yangilik: 2026-yil 16-martdan boshlab subsidiya uchun ariza berish boshlanadi. Demak do'stlar, diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevraldagi FF29 farmoniga asosan 2026-yil 16-martdan boshlab subsidiya uchun ariza berish boshlanadi. Shoshiling, subsidiya faqat 30 mingta fuqaro uchun ajratiladi. Ya'ni kim birinchilardan bo'lib ariza beradigan bo'lsa, ushbu fuqarolarga subsidiya ajratilishi mumkin. Subsidiya uchun ikki xil usulda ariza berish mumkin. Birinchisi my.gov.uz orqali onlayn ariza berish mumkin. Ikkinchisi bevosita Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurgan holda ariza berish mumkin. Subsidiya o'zi nima deydiganlar uchun? Subsidiya bu uy olmoqchi bo'lganlar uchun davlat tomonidan boshlang'ich to'lov sifatida qaytarib berilmas sharti bilan to'lanadigan pul hisoblanadi. Demak do'stlar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga subsidiya haqida batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu video kommentariyasiga subsidiya so'zini yozib qoldiring. Biz sizga ko'proq ma'lumot beramiz. Shu va boshqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib bermaslik uchun bizni kuzatishda davom eting.